O'rtoqlar, bu testni uyda sinab ko'rishni tavsiya bermaymiz. Juda ham xavfli bo'lishi mumkin. Xo'p, xudo xolasa biz testimizni boshlaymiz. Prosess bilan hozir tushuntiramiz. Bu yoqdan birinchi bo'lib operatsiyovka apparatimizda biz davleni berishni boshlaymiz. Davleni berishdan oldin suv beryapmiz. Stent ichidagi havoni chiqarib olamiz hozir birinchi o'rinda. Hozir mana havo ham chiqyapti. Do'shini eshitsanglar bo'ladi. Havoni chiqarib olganimizdan keyin biz bu stentimizni issiq suvga solamiz. Hozir ko'rib turganinglardek 80 gradusli suvga solib turib, buni polniy roz qizdirib olamiz, graska chiqarib olamiz. 15 minut o'tgan, 12 dan hozir 10 minut mana shu issiq suvda turadi, ya'ni mana shu qurilmamizni polniy graska chiqib olish uchun. Tenlarimizni o'chirib qo'yganmiz, mabodo haterlar uchun qizdirib ham eritib qo'yadi shlankani deydiganlar uchun tenlarimizni o'chirib turibdi. Buni biz sinab ko'rishimizdan oldin bir narsani eslatib o'tmoqchimiz. Internetda ko'pchilik mana shunaqa kontentlar qilgan, lekin ular shunday to'g'ri sovuq suv ulab turib davleniya tekshirgan 60 bar nechidir barlargacha chidayotdik, kuchimiz yetmayapti deyotganlar ham bo'lgan, yorilmagan deganlar ham bo'lgan. Lekin bu hozir testimizda bir 15-20-25 bardan shlankamiz yorilishi mumkin. Ularnikidan testidan farqi shundaki, ular gradus berib ko'rishmagan. Biz hozir ko'rib turganinglardek 70-80 gradus berib turib, o'sha yuqori gradusda shlankani o'sha tabiiy holatda qanaqa o'zi foydalanish jarayonida qanaqa nagruzka tushadigan bo'lsa, o'sha nagruzkani tushirish harakatini qilyapmiz shlankaga. 15 da boshlagan edik, mana 25 bo'ldi. Ya'ni 10 minut turdi yuqori gradusda suvda. Hamma narsani boricha ko'rsatamiz biz. Boshida 80 gradus edi. Ko'rib turibsizlar, 70 gradus bo'ldi. Endi davleniya berib ko'ramiz. Hozir mana bitta kamera qo'yganmiz, bu yoqqa ham kamera qo'yganmiz. O'sha yorilgan paytini fiksatsiya qilish uchun, ya'ni necha barda bo'lganini sizlarga ko'rsatish uchun kamera qo'yganmiz. Biz o'zimiz chetroqqa o'tib turamiz, ya'ni hali o'tirganda o'zingizlar qilib ko'rishinglarni tavsiya bermaymiz, ayniqsa u sharoitda. Hop, 10 bardan boshlaymiz. Boshlab aytinglar. Nechiga chiqdi? 15 dan oshdi. Mana 20. 20 bar. Bismillah. 20 bo'ldimi hozir? Mana 70 gradusda 20. Bittasi otdi. Xo'p, birinchi o'rinda pertimiz otdi. Xo'p, o'rtoqlar, hozir mana birinchi slangimizni taxminan 20-30 atrofida otdi, yana videoda hozir ko'rib olamiz. Va buni hozir o'chirib qo'ydik. Buni kranlarini, qolganlarini endi test qilamiz, yana davom etamiz. Endi qolgan shlankalarimizni o'sha metal shlankalar bilan Pertalcha, Texalfix va flash fittingimiz qoldi. Hozir shuni ko'ramiz. Bu ham necha bosimga bardosh berar ekan. Boshlaydi aytinglar. 15 mana. 20. Hop. 25. Hop. 30. Hop. 5 dan o'tdi. Hop. Qo'lga ehtiyot bo'l. O'rtoqlar, ko'ryapsizlar mana. Davleni berish qiyinlashib qoldi. Keyingisi ham otdi. Lekin eng qiziq joyi otganda nima otdi desa, mana qaranglar o'rtoqlar. Fittinglarimiz otdi, lekin hali slanglarimiz o'z joyida turibdi. Bittasi ham hech qanaqa narsa qilgani yo'q. Testimizni davom ettiramiz, lekin mana shu qismi уже yorildi. Bu yoq qismi yaroqsiz bo'ldi, lekin biz sharoyli qo'yib ketganmiz. O'shaning uchun narigi qismiga davleniya o'tmasligi uchun mana shu ham sharoylarni yopdik. Endi davleniya faqatgina mana shu sharoygacha bo'lgan qismda bo'ladi. Ya'ni testimizni davom ettira olamiz. Hali hammasi oldinda. Xo'p, yana bar berishni davom etamiz o'rtoqlar. Mana 10 bar ketdi. 20. 10, 20, 25. 25, 30. aha, 35. 40. 40 gacha bordik. Necha yana? 45 ga kelyapti mana. 45. 45. O'rtoqlar, o'z bo'lmayapti lekin. Bosish ham qiyin bo'lyapti. Zo'r turinglar. Keyingisi ham otdi. Nima otdi? Savol. Xo'p, ko'ramiz mana. Mana. Ha, o'rtoqlar. Yana traynikimizni otdi. Hozir shlankalar vaqtdamiz, pressga e'tibor berib ketdik-da, press ham chidayapti lekin.
ya'ni press ham shu yuqori bosimlarga chidaydi, ya'ni paykadan ham kuchli hisoblanadi press fittinglarimiz. Hurmatli kuzatuvchilar, biza testimizni shu joyda to'xtatamiz. Sababi birinchi o'rinda stendimiz yaroqsiz holatga keldi. Ikkinchi o'rinda bunaqa ko'rinishi davom etadigan bo'lsa, o'sha xavflilik darajasi oshib ketyapti. Shuning uchun ham majbur bo'lamiz shu yerda to'xtatishga. Lekin asosiysi biz testimizni amalga oshira oldik deb o'ylaymiz va o'zingizlar izohda o'zingizlar fikrlarni yozib qoldirasizlar. Endi meni savolim shuki, PERT Evo shlankamizning qay darajada mustahkamligini ko'rdinglar, maksimal bosim, graduslarni ham guvohi bo'ldinglar. Endi to'pli pol qilish uchun PERT shlanka kifoya qiladimi yoki shunaqa ko'rinishda juda ham mustahkam metallopast shlankalardan ishlatishimiz kerakmi? O'zingizlar fikrlarni bildirasizlar, chunki sizlarning fikringiz biz uchun muhim.